Assalomu alaykum. Koson Agrobank tomonidan bir kontra bir mahsulot loyihasi tamoyil asosida Koson mahallasidagi 3-konturdagi yer maydonida 10 gektar yer maydoniga sabzi ekilgan. Bu yerda 20 ta ijarachi 50 sotikdan sabzi yetishtirilyapti. Bu yoqqa agregator sifatida Koson pichoq agregatorini biriktirganmiz. Agregator mahsulot yetishtirish, ekishdan to yetishtirishgacha bo'lgan jarayonni amalga oshiryapti. Ustida bosh qo'shib turib, sabzi hozir bugungi holatda pishib yetilish darajasiga kelgan. Ushbu maydon bir tomoni zavur bilan tutash, ikkinchi tomoni mahalla qabristoni bilan tutash, uchinchi tomoni fermer xo'jaligini arig'i bilan tutash. Ushbu maydonda har bir ijarachi birinchi ekindan gektardan 30 tonnadan hosil olish rejalashtirilgan. Har bir ijarachi 50 sotik yer maydonidan 15 tonnadan hosil olish yetishtirilgan. Bitta ijarachi birinchi ekinda o'zidan 60 million so'm o'rtacha daromad qilish rejalashtirilgan.